Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Pakistanның baş ministri İmran Xan Xitoy təcavüzçülərinin Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıqqa qarşı bayanlarını əxlaqsızlıq dedi. Londondakı tor xəbərləri O'rta Şərq yüzünün ziyaretini qəbul qılğan İmran Xan Paris qoltuqidagi davlatlarning İsrailiyani e'tirof qilish besimini rad qilib, xalqaradagi davlatlarning Taliban bilan aloqa qilmasligining Afg'onistonni 20 yil burunqi holatiga qaytishiga sabab bo'lganligini aytish bilan bir vaqtda Xitoy bilan Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida so'zlashganligini aytib, biz har qanday gapni yepiq so'zlashimiz, chunki ularning madaniyat odati shundoq dedi. İmran Xan Pakistanning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining 70 yilning siniqidan o'tganligini, Xitoyning Pakistanning qo'sqini to'yg'azganligini, G'arbning Xitoyni kishilik huquq dafsanchiligi bilan ayblashining axloqsizlik ekanligini aytdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga yozgan ochiq xatida xalqaro jamiyatni Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini qattiq ayblashi, adolat va javobgarlikni surishtirish uchun zarur tadbirlarni qo'llanish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Bu bayonot 184 davlatdan kelgan 323.832 kishining xalqaro kechirim tashkilotining Xitoyning qalayimqon tutqun qilgan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni qo'yib berishni talab qilgan xitobnomasini imzolagandan keyin e'lon qilindi. Kechirim tashkilotining bosh kotibi Agis Kallamar har bir imzo Xitoyga bu sistemlik ziyonkashlikni darhol tugatishga bevosita chaqirib, Xitoy hukumati lager va turmadagi mahbuslarni qo'yib berishi, jazo lageri sistemasini oxirlashtirishi, sistemlik hujumni darhol to'xtatish kerak dedi. Xalqaro kechirim tashkilotining qo'llovchilari 10 cho'ng shaharda ommaviy faoliyat o'tkazib, Xitoyning London, Dakar, Helsinki, Lima, Lisbon, Madrid, Paris, Gaga va Washingtondagi elchixonalarga arz sundi. Bu tashkilotning iyunda e'lon qilingan dokladida Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy millatlarni sistemlik tutib turish, qiynash va turli ziyonkashlik usullari xotirlangan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uningga a'zo davlatlarni Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini qattiq ayblashga va mas'uliyatni kafolatga ega qilish uchun mustaqil xalqaro tekshirish mexanizmini yo'lga qo'yishga chaqirdi. Dokladda xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi bu qo'rqinchli reallikning o'zligidan yo'qolishini kutmasin. Allaburun bekli kechikdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning huquqini qo'llash, jinoyat gumondorlarini xalqaro qonun bo'yicha tekshirish va javobgarlikni surishtirish majburiyati ilgirki har qanday vaqtdagidan og'ir deyildi. Atalmış Şinjandagi yerlik temir yo'l tarmoqlarining xabariga qaraganda, Xorgos porti bu yil yakshanba kunigacha 4900 qatam Xitoy-Yevropa yuk poyezdini bartaraf qilgan. Xorgos temir yo'l tarmoqlarining aytishicha, 1-oydan 9-oygacha port 4748 qatam Xitoy-Yevropa yuk poyezdini bartaraf qilgan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 34.3% oshgan. Xitoyning quruqliq transporti bilan O'rta Osiyo va Yevropaga eng yaqin port bo'lgan Xorgosdagi temir yo'l yuk umumiy miqdori 6.800.000 tonnaga yetib, o'xshash mezgildagidan 48.5% oshgan. Bunun ichida eksport yuk miqdori 3.900.000 tonnadan oshib, o'xshash mezgildagidan 32.7% oshgan. Hozir portdan o'tadigan 44 yuk poyezd liniyasi 18 davlatdagi 45 shaharni tutashtirdi. Yerlik temir yo'l tarmoqlarining aytishicha, atalmış Şinjandagi yana bir cho'ng temir yo'l porti Alatau eg'izi bu yil 1-yanvardan 6-oktyabrgacha 4510 qatim Xitoy-Yevropa yuk poyezdini bartaraf qilgan. Sharq Turkiston sürgündü hukumati 1-qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 88 yilligini, 2-qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini xotirlash munosabati bilan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni o'zlari turayotgan davlatda namoyish o'tkazib, Xitoyning mustamlika va irqiy qirg'inchilik siyosatini la'natlash, dunyodagi davlat hukumatlarini Xitoyning Sharq Turkistonda o'zliksiz yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, vatanimizning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan jinoyatchilarning javobgarligini surishtir qilishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun yordam qilishga chaqirishni talab qiladi.
Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish Teşkilatı'nın yetakçisinden Amerika Aqsarayning oldida 12 noyabr tushdan burun soat 11:20dan soat 1gacha namoyish o'tkaziladi. Qarindoshlarning vaqtida qatnashishi talab qilindi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning bir ay Ramazon tutib, kechida duo qilganga qaraganda, bir kecha kunduz vatanni qo'g'dash uchun navbat turish afzal. Agar navbat turish jarayonida o'lib ketsa, qilgan ishlarining ajri, rizqi davomlashadi va qabrdagi so'roq farishtalaridan xotirjam, bexatar bo'ladi deganligi Muslim rivoyatida bayon qilinadi. Vatanni tajovuzchidan qutqizish, o'z mas'uliyatini ado qilishning ta'xirsizligini his qilish, vaqtni yaxshi ishlatish, masalani hal qilishning eng yaxshi chorasini tepish, shaxsiy manfaatdan voz kechib, o'zliksiz izlanish va harakat qilishdan iborat. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.